Assalomu alaykum. Men Rahmonxo'jayev Osimxon Avstraliyadagi SPJN universitetiga 3 yillik talabalik vizamni qabul qildim. Maktab davrlarida IELTS chet tili imtihoniga tayyorgarlik ko'rishni boshladim va 7 ballni qo'lga kiritdim. Ingliz tili asosiy tili bo'lgan davlatlarda o'qishga ishtiyoqim balandligi sababli turli xil izlanishlardan so'ng Avstraliyada o'qishni tanladim. Chunki u o'qitish darajasi bo'yicha dunyoda top 10 talikka kiritilgan va tinch, xavfsiz davlatlardan biri hisoblanadi. Dastlab boshqa konsultant orqali SPJN universitetiga kirdim va keyinchalik katta xatoga yo'l qo'yganligimni tushundim. Chunki bu universitetga topshirgan talabalarning 90% vizadan atkaz olayotgan edi. Vaholanki, buni bilgandan so'ng Avstraliyada o'qishga bo'lgan ishtiyoqim so'ndi. Ammo shunday vaziyatda menga Insight Education Consulting jamoasi juda ham katta yordam berdi. Ayniqsa Otabek akaning to'g'ri maslahatlari bilan kerakli barcha hujjatlarni mukammal tarzda to'pladik va Avstraliya vizasini qo'lga kiritdik. Va men endi Avstraliyaga ketishga tayyorman. Bu yordamlari uchun Insight Education Consulting jamoasidan juda ham minnatdorman.